Assalomu alaykum aziz dehqonlar. Bugungi videoda sizlar bilan tarvuzni boshidan oxirigacha qanday yetishtirish haqida gaplashamiz. Shirin va bozorgir hosil olish sirlari Denjin. Hozir boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz dehqonlar. Bugungi videoda sizlar bilan tarvuzni boshidan oxirigacha qanday yetishtirish haqida batafsil gaplashamiz. Qaysi ko'proq yaxshi, qachon ekish kerak, qancha sug'orish kerak, qaysi oziqlantirish muhim, qaysi kasallik va zararkunandalardan ehtiyot bo'lish kerak, hammasini sodda va amaliy tilda tushuntirib beraman. Tarvuz issiq sevar ekin bo'lib, yaxshi natija olish uchun agrotexnikaga juda sinchiklab yondashish kerak. To'g'ri parvarish bilan sifatli, shirin va bozorgir hosil olish mumkin. Avvalo, tarvuz uchun yer tanlash juda muhim. Tarvuz eng yaxshi qumloq yoki qumoq, yaxshi drenajli, yengil tuproqlarda o'sadi. Og'ir, zich tuproqlarda o'simlik sekin rivojlanadi, meva sifati pasayadi, hattoki yorilish xavfi ham ortadi. Tuproq reaksiyasi, ya'ni pH darajasi taxminan 5,8 dan 7,2 gacha bo'lsa, tarvuz uchun qulay hisoblanadi. Tarvuz issiq va quruq iqlimni xush ko'radi. Kundalik o'rtacha harorat 22-30 gradus Selsiy atrofida bo'lsa, rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Bu ekin sovuqqa juda sezgir, shu sababli erta sovuq xavfi bo'lgan paytda ekish tavsiya etilmaydi. Endi ekish muddatiga to'xtalamiz. Tarvuz urug'ini tuproq yetarlicha isigandan keyin ekish kerak. Sovuq tuproqqa erta ekilgan urug' chirishi yoki kuchsiz unib chiqishi mumkin. Ayrim tavsiyalarda tuproq harorati kamida 18 gradus Selsiydan yuqori, amalda esa 18-20 gradus Selsiy va undan yuqori bo'lganda ekish ancha xavfsizroq ekani ko'rsatiladi. Tarvuzning umumiy vegetatsiya davri odatda 80 kundan 110 kungacha davom etadi. Demak, hududingiz iqlimiga qarab ekish muddatini shunday tanlash kerakki, asosiy o'sish va meva tugish davri iliq faslga to'g'ri kelsin. Ekish sxemasi ham hosilga bevosita ta'sir qiladi. Tarvuz palagi keng yoyiladi, shuning uchun o'simlikka joy kerak. Manbalarda qator oralari va tub oralari navga qarab farq qilishi ko'rsatilgan. Odatda qator oralari 2-3 metr, tub oralari esa taxminan 1-2 metr atrofida bo'ladi. Ayrim hollarda uyacha usulida har uyachaga 2-3 ta urug' tashlanadi. Keyin unib chiqqach eng kuchli nihol qoldiriladi. Juda zich ekish havo almashinuvini yomonlashtiradi, kasallik xavfini oshiradi va meva hajmini kichraytirishi mumkin. Shuning uchun ko'p tub, ko'p hosil degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Yer tayyorlash bosqichi ham juda muhim. Ekishdan oldin yer chuqur yumshatiladi, begona o'tlar tozalanadi va iloji bo'lsa, chirigan organik modda bilan boyitiladi. Tarvuz kuchli ildiz tizimi hosil qilishi uchun tuproq havodor va yumshoq bo'lishi kerak. Ko'p hollarda ko'tarma egatlar yoki balandroq qatorlar hosil qilish foydali bo'ladi. Bu ayniqsa suv turib qoladigan maydonlarda muhim. Chunki tarvuz namni yaxshi ko'rsada, ildiz zonasida ortiqcha suvni yoqtirmaydi. Yaxshi drenaj meva sifati va ildiz salomatligi uchun katta ahamiyatga ega. O'g'itlash masalasiga keladigan bo'lsak, bu yerda me'yor juda muhim. FAO ma'lumotlariga ko'ra, yuqori hosil uchun tarvuzda taxminan 80-100 kg bir gektar uchun azot, 25-60 kg bir gektar uchun fosfor va 35-80 kg bir gektar uchun kaliy talab qilinadi. Lekin bu aniq tayyor retsept emas. Tuproq tahlili, nav va sug'orish tizimiga qarab o'zgaradi. Azotni me'yoridan oshirib yuborish juda xavfli. Barg va palak haddan tashqari kuchaytiradi. Lekin mevaning shirinligi va sifati pasayishi mumkin. Shu sababli oziqlantirishni bosqichma-bosqich berish foydali. Ekish oldidan asosiy oziqlantirish, keyin esa o'sish va gullash oldi davrida qo'shimcha oziqlantirish. Tomchilatib sug'orish tizimi bo'lsa, eruvchan o'g'itlarni bo'lib berish yanada samaraliroq bo'ladi. Sug'orish tarvuz yetishtirishdagi eng nozik nuqtalardan biri. Tarvuzda ildiz tizimi chuqur va keng rivojlanadi. Ammo baribir o'simlik, ayniqsa vegetativ o'sish, gullash, meva tugish va meva kattalashish davrida namlikka talabchan bo'ladi. FAO ma'lumotida issiq va bug'lanish kuchli bo'lgan sharoitlarda sug'orish oralig'i 6-8 kungacha qisqarishi mumkinligi aytiladi.
Oregon State tavsiyalarida esa tomchilatib sug'orish, ayniqsa qora plyonka bilan birga qo'llansa, suv sarfini kamaytirishi va hosilni oshirishi qayd etilgan. Eng muhim nuqta: mevasi pishishga yaqinlashganda ortiqcha sug'orishdan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bu holat mevaning yorilishiga, chirishiga va ayrim kasalliklarning kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Mulchalash ham juda foydali agrotexnik usul. Somon, quruq barg yoki boshqa organik materiallar bilan mulchalash tuproqdagi namlikni ushlab turadi, begona o'tlarni kamaytiradi va mevaning bevosita tuproqqa tegib yotishini oldini oladi. Bu esa zarar kunanda va kasallik bosimini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, ayrim manbalarda mevalarni vaqti bilan ehtiyotkorlik bilan aylantirib turish meva rangining bir tekis shakllanishiga yordam berishi ko'rsatilgan. Tarvuzda changlanish masalasini ham unutmaslik kerak. Tarvuz hasharotlar yordamida changlanadigan ekin. Manbalarga ko'ra, bir xil va sifatli meva hosil bo'lishi uchun urg'ochi gulga yetarli miqdorda chang tushishi zarur. Ayrim tavsiyalarda bunga 8 va undan ko'p asalari tashrifi kerak bo'lishi aytiladi. Eng faol changlanish odatda ertalabki soatlarda bo'ladi. Shuning uchun gullash davrida dalada asalari faoliyatini cheklab qo'yadigan noto'g'ri purkaslardan ehtiyot bo'lish kerak. Changlanish sust bo'lsa, meva noto'g'ri shakllanishi yoki umuman yaxshi tugmasligi mumkin. Endi kasallik va zararkunandalar haqida. Tarvuzda ko'p uchraydigan muammolar qatoriga un shudring, antraknoz, soxta un shudring, fuzaryoz so'lishi, ildiz va uzak chirishi, shuningdek shiralar, oq qanot, o'rgimchak kana, meva pashshalari va nematodalar kiradi. Ayniqsa nam va yomg'irli sharoitda barg kasalliklari tez kuchayadi. Masalan, antraknoz iliq va yomg'irli davrda faol rivojlanadi va yomg'ir sachrashi yoki yuqoridan sug'orish orqali tarqaladi. Ildiz chirishi esa ko'pincha namlik, un shudring davri va kasallangan o'simlik qoldiqlari bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli eng to'g'ri yo'l integratsiyalashgan himoya, sog'lom urug' va ko'chat, dala gigiyenasi, ekin almashinuvi, muntazam kuzatuv va zaruratga qarab ro'yxatdan o'tgan vositalardan foydalanish. Ekin almashinuvi ayniqsa muhim. Bir maydonga ketma-ket tarvuz yoki boshqa qovoqdosh ekinlarni ekish kasallik va zararkunanda bosimini kuchaytiradi. Ayrim ilmiy tavsiyalarda kamida 2 yil tanaffus bilan qayta ekish maqsadga muvofiq ekani ko'rsatilgan. Bu usul ayniqsa tuproqda va o'simlik qoldiqlarida saqlanib qoladigan kasalliklarni kamaytirishda juda foydali. Demak, yer tanlashda faqat unumdorlikka emas, oldingi ekin tarixiga ham e'tibor berish kerak. Hosilni qachon yig'ish kerak? Mana shu eng muhim savollardan biri. Tarvuz uzilgandan keyin deyarli pishib yetilmaydi. Shu sababli uni aynan pishgan paytda terib olish kerak. Pishgan tarvuzni aniqlashda bir nechta belgiga qaraladi. Mevaga eng yaqin jingalak poya qurib qoladi. Mevaning yerga tekkan qismi oq emas, sarg'ish, kremsimon tusga kiradi. Po'sti biroz xiralashadi va urib ko'rilganda bo'shroq, xira tovush beradi. Bundan tashqari, meva o'z hajmiga nisbatan og'irroq seziladi. Mevani o'z vaqtida terib olish shirinlik, bozorgirlik va saqlanish sifati uchun juda muhim. Xulosa qilib aytganda, tarvuzdan yuqori hosil olishning siri juda oddiy, lekin intizom talab qiladi. To'g'ri yer tanlash, tuproq isigandan keyin ekish, me'yorli oziqlantirish, barqaror sug'orish, mulchalash, yaxshi changlanish, doimiy kuzatuv va kasallik zararkunandaga qarshi vaqtida choralar ko'rish. Kim shu bosqichlarga e'tibor bersa, tarvuzida ham hosil, ham sifat bo'ladi. Aziz dehqonlar, video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohda yozing. Siz tarvuzni qaysi usulda yetishtirasiz? Tomchilatib sug'orishdami yoki oddiy sug'orishdami? Keyingi videolarda sizlar uchun yanada foydali agro maslahatlar bilan chiqamiz. Agro maslahat bilan birga bo'ling.